Va ma utitu minal ilmi illa qalil. Alloh taolo aytadi, sizlarga juda ham oz ilm berilgan. Alloh subhanahu va taoloning zotini qanday ekanligini Alloh azza va jallaning o'zi biladi xolos. Alloh haqidagi bandalarning ilm ma'rifati mutlaq, komil emas, nuqsonli. Allohning zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing Allohning zotini idrok qilishingdir. Allohning zotini qanaqaligini idrok qila olmasligingni idrok qilishing Allohning zotini idrok qilishingdir. Men Allohni qanaqa ekanligini, zotini idrok qila olmayman ekan, aqlimga sig'dira olmayman ekan dedingizmi? Demak Allohni tanibsiz siz. Chunki birodarlar, bizni ilmimiz cheklangan. Biz ojiz bandamiz.